oldi mana bunda nimada qurtlari mana gullaganda ichiga kirib ketar. Ichidan qurt nimasi chiqardi. Keyin barglari qurab, nima qiladi shunga qarshi shu ifoda kompaniyasi dorilarni nima qilib berib, tavsiya qilib, shularni sepib mana hozirlik bu yil yaxshi. Toshkent viloyati Jo'qorchiq tumanidagi ekspert BOP alqori yetishtirish bog'ida turibmiz. Bu bog'imiz 26 gektardan iborat. Alqori navimiz Black Splint navi bo'ladi, ekspert BOP. Mana oldin mana bunaqa qurab qolardi. Hozir shu kompaniya kelgandan keyin ifoda kompaniyasi mana yaxshi holatga kelishyapti. Mana ko'rsangiz bo'ladi, mana mevalarimiz yaxshi. Kasalligi yo'q. Bizni bog'imizda zang kasallari, mevalar qurt tushishlari, shunaqa nelari qiynab kelardi. Ifoda kompaniyasi kelib, tajriba o'tkazib, yaxshi anaqalarni o'rgatib, meva hasillariga ko'tarildi bizda. Mana bir shoxning o'zida shunchalik mevalar turibdi, mana ko'rdingizmi? Yaxshi hammasi. Holati yaxshi. Kasalligi yo'q mana. Tavsiya qilamiz shu ifoda kompaniyasi bilan ishlashlaringda. Ifoda kompaniyasida mana biz ishlayapmiz, yaxshi. Hammasini o'zlari tekshirib ko'rib ketishadi, yozishib.